Bu tamoqni bir qarablam yeyingiz keldimi? Haqiqatan bir yesangiz ikkinchi qatam etib yeyingiz keladigan darajada o'xshaydi. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men sizlarniki oshpaz do'stlarim Erpon ustam bo'laman. Bugun men sizlarga oilada qilib yeyish intayin mos keladigan shundaqla bolalarimizmi intayin yaxshi ko'rib yeydigan qiymiliq nilofar etish yo'lini olib keldim. Mazmunini yaxshi ko'rganingizda yurak berib olti raqamni yo'llab qo'yinglar. Agarda o'rganishni xohlaydigan do'stlar bo'lsa, filmning oxiriga diqqat qiling. Go'shtni o'zimizning ehtiyojiga qarab shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Muvaffaq miqdor tuz, oz miqdor oqmush, zanjir, bir tal tuxum, undan keyin muvaffaq miqdorda kraxmal silib tashib ilashtiramiz, oz miqdorda may qo'yamiz. Ya'ni go'shtning yuzi par taqiradigan holat keladi. Mana shu holatda undan keyin niloparni bir ko'yliq tanga pulni qilinliqchilik to'g'rab olamiz. Tayyor qilgan go'shtimizni orasiga silib rasmda ko'rsatilgan holat tayyor qilamiz. Undan keyindan tayyor qilib bo'lgandan keyin ayrim bir chiniga kraxmal, diafin bilan suvni aralashtirib, qo'yaq suyuqlikka mush holat kelsa bo'ladi. Behmi qo'yaq qivatmaymiz, behmi suyuq qivatmaymiz. Qozonga muvaffaq miqdorda may qo'yib qizg'andan keyin tayyor qilgan kraxmalga tayyor qilgan nilofarni mush holat surkaymiz. Qozonga silib 2,5 minut atrofida mayda solib qilamiz. O'ttirliqda choplashib qolmaslikka diqqat qilish kerak. Ancha-muncha ilashtirib tursangiz bo'ladi. Diqqat qilgan yana bir ish, mayga solgan vaqtingizda qo'lingizga may chechirib ketishini oldini oling. Mush holat tashib ilashtiramiz. 2 minutdan 2,5 minut atrofida ilashtiramiz. Undan keyin suzib ilib, ayrim bir cho'yli bulamdo yoki javur bulamdo silib, Erpon ustam shokodarisi yoki boshqa shokodarisi bo'lsin bo'ladi. Ustiga sepib iste'mol qilsanglar, haqiqatan bir yeyish bo'lgan tamoqqa erishasizlar. Agarda mushta shokodarisi lozim do'stlar bo'lsa, men ayrim qanday gap qilaman. Oilada ishlatadigan kichik bo'laklarimiz bor. Bolalarga chiqib berishga intayin mos keldi.